Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana tayyor perseplarimiz ham bor. Buning razmeri 240 ga 140. Bortining balandligi 40 cm, reshotkasi 70 cm. Qo'ldan 110. Borti atsinkoy. 1.2 lik atsinkoy. Poli 1.2 lik qalinlik. Mana 1.4 lik krelasi. Sut hissasi Cobaltniki, Cobalt diskga qo'yganmiz. Bortlarni qattasidan qo'yganmiz. Traktorning persepini risoldan qo'yganmiz. Juda baquvvat. 2 tonnagacha bosaverasiz. Qalin, mana qalin risollarda qo'yganmiz. 1 tonna 600 lik qalin zamoqlari bilan qilganmiz mana. Juda baquvvat perseplarimiz. Orqa qismi mana juda baquvvat qilib yasalgan. 2 tonnagacha bosaverasiz. Cobaltniki. Mana bu yerda farkoplarimiz ham bor. Damas farkopimiz sharovoyli varianti. Mana sharovoyli varianti. Ikkinchisi Lasetti Gentraga qalin shu yerdan yasalgan varianti. Uchinchisi Nexiaga shu yerdan ustanovka qilib beramiz. Ichida Roza Ramazon oyida 9 millionga qilib beraman shuni. 240 ga 140. Farkopkasini xohlaganini ustanovka qilib beraman. Xohlagan mashinasiga. Mana buni 250 ga 150, bortining balandligi 40 cm, reshotkasi 70 bu ham. Borti atsinkoy, 1.2 lik, poli 2 lik qalinlik, krelasi 1.4 lik. Mana juda baquvvat qilib yasalgan. Buning narxini 12 million qilib beraman Roza Ramazon oyida. Mana shu farkopkalardan xohlagan mashinasiga shu yerda ustanovka qilib beraman. Garantiyali bo'ladi. Bemalol mana shu telefon nomerlariga murojaat qilishlari mumkin. Mana adresimiz Xorazm viloyati Hazorasp tumani Alaqali Cho'l mahallasida. Adresini aytmabsiz deyshadi. Xorazm viloyati Hazorasp tumani Alaqali Cho'l mahallasida. Mana xohlagan mashinaga qilib beraman xudo xolasa. Dokumentlari ichida bo'ladi. To'q montajlari ichida bo'ladi. Kimga shunday perseplarimiz kerak bo'lsa, telefon nomerlariga murojaat qilishlari mumkin. Like boshqa insonlarning qo'llari dard ko'rmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.